Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yurtimiz dehqonlari, kanalimizni kuzatib borgan qadrdon aka-ukalar. Xudo xolasa mana bugungi ish jarayonlarimiz davom etyapti. Tayyor biyagomislarimizni ag'darib qo'yapmiz. Mana bugungi videoroligimiz biyagomislarni ag'darish haqida bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin, biyagomislarimiz tayyor bo'lgan. Mana ustida o'tlar o'sib ketgan. O'tlarni bir vaqtda mana yulib biyagomisni mana 4 metr 5 metr uzunlikdagi biyagomisimizni u yog'idan bu yonidan qilib 1 metr 1,5 metrdan qisqartiryapmiz. Buning ichida chuvalchanglari ham bor. Ko'rishlar mumkin. Qop-qora bo'lib, bog'lasi mana tayyor qilib bo'lgan biyagomis. Buni o'tlarini ichiga qo'shib yuborib bo'lmaydi. Buning ichida mana o'sib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun o'tlarini bir qator yulib, mana yulganda ham o'sha tomirlarning ichida chuvalchang bo'lishi mumkin, urug'lar bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'ziga qoqib qumini tushirib olamiz. Uncha chuvalchang yu biyagomislari o'zida qoladi. Mana shunday holatda biyagomislarni ag'darib ikkala yoniga go'ng tashlab olinadi. Mana bu yonida chuvalchanglar ajratish uchun go'nglar tashlangan edi. Hozir mana chiroyli qilib pokiza qilib ajratib olindi. Ikkala yoniga yig'ishtirib olganimizdan keyin biyagomisni atrofiga yangi ozuqa go'nglarimizni tashlab ustiga suv ochamiz-da, bir hafta 10 kundan keyin Xudo xolasa tayyor biyagomisimizni shu turgan joyida elab qadoqlab qo'yamiz. Uncha mana to'ntarganingizda mana shunaqangi go'nglari chiqib qolishi mumkin. Mana shu go'nglari ham tepaga chiqqanida ichidagi chuvalchanglar ham 100% yevoradi. Mana o'sha chiqqani yo'q. Mana 5%, 6%, maksimum 10% chiqishi mumkin chiqqan bo'lmasa yo'q mana ichida. Videolarimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz kirgizib boryapti turgan videolarimizni birinchilardan bo'lib muntazam ravishda kuzatib borasizlar. Videodagi xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz.